Assalomu alaykum hammaga. Babay Systems bugungi videoda mebelchi zavodlar, mebel ishlab chiqaradigan sexlarning asosiy og'riqlaridan 3-4tasiga yechim ko'rsatamiz. Demak, mebel zavodlari lid qabul qiladi, uni adresini saqlanib qo'yadi, qaysi mahsulot olishini belgilab, qabul qilingan sanasini belgilab qo'yishadi. Lekin topshiriladigan sana har doim ham o'zini mo'ljallagan sanasi bo'yicha to'g'ri kelmaydi. Instagram, Telegram yoki ko'chadan kelgan klientlar bilan lid nabirat qilishadi va lidlari hammasida ham statuslari yo'q. Biz mo'ljallagan sistemada, ya'ni bizda ishlab turgan tizim bo'yicha har bitta lidni o'zini statusi bor. Ya'ni sotib oladi yoki yangi qaysiki bog'lanish kerak, отказ qaysiki sabab va oqibatlari o'rganib ko'rilishi kerak yoki o'ylab ko'radi, qaysiki qayta qo'ng'iroqni talab qiladi. Sotib oladi statusiga o'tgan lid to'g'ri o'lchovchiga boradi, ya'ni stanok uchun o'lchab oladigan va zayavka yaratadigan klient uyiga borib, zayavkani o'lchab keladi va o'lchovni bazisga kirgizib, mebelni 3D holatida yasab, klientdan подтверждениесini olgandan keyin, demak, tizimimiz mebelni o'lchamlarini o'ziga saqlanib qilib oladi. Ya'ni bazis bilan bizni sistemamiz o'rtasida ma'lumot almashinuvi bo'ladi. Keyin parallelni bazisdan olingan ma'lumot ishlab chiqarishga boradi. Ishlab chiqarishdagi stanok rezka qiladi har bitta detalini. Undan keyin gruntovka, kraska. Undan keyingi etap skladda bo'ladi. Skladga yetkazish vaqti haqida skladchiga kelgan ogohlantiruv bo'ladi. Demak, zavsklad mana bu buyurtmamizni, sotib olinadigan buyurtmamizni to'liq konveyerdan o'tib chiqqanidan keyin qabul qilib oladi. Topshiriladigan sanasiga qarab mijoz uyiga boradi va ustunovka qilib kelishadi. O'shandan keyingina, ya'ni skladdan chiqib mijoz uyiga borgan tovargina yopildi degan statusga ega bo'ladi. Barcha jarayonni, demak, kimlar kontrol qiladi? Foydalanuvchilarimiz. Foydalanuvchilar mana super admin, ya'ni bizning tilimizda direktor deyishimiz mumkin, ish boshqaruvchi deyishimiz mumkin. Smena boshlig'i, ikkita sotuvchi operator, qaysiki lidlar bilan ishlaydi va skladda zavsklad. Undan tashqari, videoda aytib o'tganimizdek, lida generatsiya uchun mebelchilarga maslahat berib qolgan bo'lardik. Content marketingni rivojlantirishlari, opitlarini, tajribalarini